Ertalab tongda uyg'onganingizda qo'lingiz, tizzangiz qotib qolgandek bo'ladimi? Buni umuman yosh bilan bog'lashga shoshilmang. Tun davomida inson tanasida harakatlanish kamayadi. Shu sababli bo'g'imlardagi sinovial suyuqlikning aylanishi sekinlashadi va mushaklar hamda paylar biroz taranglashishi mumkin. Shuning uchun ertalab birinchi qadamlardanoq qotish hissi paydo bo'ladi. Agar bu holat bir necha daqiqa davom etib, harakatlarimiz yengillashsa, demak bo'g'imlarimiz harakatga moslashayotganligidan dalolat beradi. Lekin bo'g'imlarimizda og'riq kuchayib, harakatlarimiz og'irlashayotgan bo'lsa-chi, demak biz bo'g'imlarimizga yordam berishimiz kerak. Har kuni ertalab yetarlicha suv ichish, jismoniy harakat bilan shug'ullanish va albatta Revmaart preparatini ichishimiz bizni organizmimizda bo'g'imlar orasidagi sinovial suyuqlikni yaxshi aylanishiga, elostoidin moddasini ishlab chiqarilishiga va bo'g'imlarimizning harakatining yengil bo'lishiga yordam beradi.